Assalomu alaykum. Sohib aka tuzumisiz? Olma keling. Yaxshimisiz aka? Ahmad Dog'a shu. Qo'ylarni olib kelib oldingizmi? Ahmad Dog'a shu ro'zalarni charchamayapsizmi? Ha, rahmat. Qanaqalar keldi aka bugungi? Bugungi mana liniyasi bor, xudo xolasa, arashan deb olib boqaman degan odamlar mana chiroyli qo'zimiz bor. Ay jonivor. Hurmatli obunachilar, hafta kuniga juma 20-fevral ro'zaning ikkinchi kuni. Hammalaringga ro'za ayyomlari muborak bo'lsin. Men Sohib akamiz qo'rasiga bitta toza qo'chqor kelibdi. Xudo xolasa mana shuni ma'lumotini olamiz. Sohib aka buni yoshlari ma'lumotini aytib ketaylik. Yoshlari qanaqa aka buni? 9 oy 10 oy atrofida yoshi, hali chiqarmagan qo'zi. Hali qo'zi. Qo'zi. Buni zotga tavsiya qilar ekanmiz demak. Zotga bemalol olishaveradi buni. Bo'ldi, gap yo'q. Demak, buni akalar o'zim qo'ziligidan olib, yetalab, tishini chiqarib, zotini olaman deganlarga tavsiya qilamiz. Mana buni qaranglar. Yurgizchi. Bu dumbar razres hamma yo'g'i cho'tki kelgan ekan, oyoq kengligi. Uni eng qizig'i dalaga ham juda zo'r yarar ekan, tuyoqni qaranglar. Tuyoq ham istagan tuyoq, toza buni garbanos deganlar. Mana shuni bitta tishini ko'raylik mana. Hay jonivar, hali tish yormas ekan bu. Mana Xotirjam bo'linglar, hali yormas ekan. Qani? Mana quloqni joylashuvi, quloq ham 18 oshiq ekan. Mana o'zlaring ko'rib turibsizlar. Birkalari bor, toza Qirg'izistondan kelgan ekan. Sohib aka, buni bo'ylari hamma yo'g'i qanaqa? 90 ag'baq olishaversin bo'yini. 90 ag'baq olishaversin, lekin o'lchab ko'rmagan. Yo'q, lekin o'lchab ko'rmaganmiz. Kelishmaysi bor. Yeb ichishlari qanaqa aka? Yeb ichishlari xudo xolasa, yedirib ko'rib pul sanashaveradi. Yedirib ichirib pul sanashaveradi. Aha, yemda turib qo'y. Hop, yem turgan bo'lsa, Sohib aka bunday qilamiz. Buni dastlabkasi qayergacha bo'ladi? Dastlabkasi Toshkentgacha. Toshkentgacha. Toshkentdagi so'rg'inlarga kelishilgan holda. Sohib aka, biz asosan obunachilar Vohadan so'rashadi, Samarqand, Buxoro, Navoiydan so'rashadi. O'shoqlardan telefon qilib olishsa, ishni bitirasiz. Ishni bitiramiz. Ishni bitirasiz. Bitiramiz. Xudo xolisa ishni bitiramiz. Sohib aka, buni narxini qanaqa aytamiz aka buni? Narxini $1300 deymiz buni. $1300. Kelishadigan joyi bor. Hayrini qilib beramiz, hayri bor ichida. Jonivor, mashalloh. Hayri bilan qo'yapmiz lekin. Mana dumbani razresi hamma yo'g'i kelgan ekan. $1300 kelishadigan joyi bor ekan. Obunachilar mana turish holatlari hamma yo'g'i kelgan ekan qo'ydi. Narxi $1300 ekan. Telefon qilib aloqaga chiqaverasizlar. Shu 8-9 oylik qo'z. Garbanos nima deyapti? Garbanosga bitta baho berib qo'yamiz. Videoni oxirigacha ko'rib tursalaring, yana bundan zo'ri ham chiqar ekan. Xudo xolisa uni ham narxini yo'lida qilib beramiz. Akalar, xudo xolisa mana telefon qilib, Sohib akamga telefon qilaverasizlar, alohida ishlari bitadi. Keyingi qo'chqarlar olib chiqqan ketyaptilar. Keyingisini olib chiqinchi aka. Obunachilar mana keyingi qo'yimiz chiqdi. Xudo xolisa mana buni ham chiroyli qilib videosini qilib beramiz. Buni ham bitta e'tibor berib qo'yinglar. Buni ham dumba razres oyoq kengligi hamma yo'g'i kelishgan ekan. Qani bitta buni garbanosini ham ko'raylik. Mana qaranglar. Mana uni qaranglar akalar. Sohib aka, bu ham qo'zimi? Bu ham qo'zi, ha. 6 oy atrofidagi qo'zi shekilli bu aka. Ha, shunaqa. 6-7 oylik. O'sha 8 oyga bormagan-da bu. Bu o'zi junini o'zida ko'radigan sortdan ekan-a, mana qaranglar. Jun bu. Toza simjundan ekan. Taglari oq, mana yuzlari oq. Aka, buni yeb ichisi qanaqa ekan? Yedirib, ichirib ko'rib pul sanashaveradi bunga hozircha. Hayotda shu Aka, buni yeb ichisi yaxshi bo'lsa, buni dastlabkilarini qayergacha qilib beramiz? buni ham dastlabkilar Toshkentgacha. Buni ham narxini yo'lida qo'yamizmi aka? Buni xudo xolisa narxi yengil bo'ladi. Ha, buni ham yo'lida qo'yaylik-da. Xudo xolisa buni telefon qilib, ishqibozlari olib, qo'yga qo'shib, buni boqib katta qilib, qo'yga qo'shib bolasini olib yursin-da naslini. Buni aka qayerda qo'yi bu? Bu ham qirg'iz qo'yi. Bu ham qirg'izniki. Ha. Mana qarang, haqiqiy o'zi belida ozgina juni qolibdi xolos, haligi qishki junidan. Hamma yo'g'ini to'kib bo'pti bu. Mana buni tomonlar tula bo'pti. Buni og'a odam qaychi mashinka ishlatmas ekan-a? Xudo xolasa, bu o'zi ko'radi. O'zi to'kaverar ekan. Mana buni tuyoqlariga ham bitta e'tibor berib qo'yinglar akalar. Tuyog'i ham toza, bu ham dalaga ham, toqqa ham hamma yoqqa qo'radigan qo'zi ekan bu yoq. Aka, endi bunday qilamiz. Buni hamma yo'g'ini kelishtirib aytamiz. Men qarang. Buni narxini nech pul beramiz? Buni narxini bo'ladigan qilayotganmi? Buni ham bo'ladigan qilaydim. Obunachilar bitta ko'rib, mashalloh, telefon qilib oldim mash qo'yni deydigan qilib. Buni hozircha $650 deymiz buni. $650. Ha.
Yana o'tib berasiz. Realni olib baqaman degan odamga xayri bor ozman. Telefon qilishsa o'tib berasiz. O'tib beraman ozman. Dastlabkasi yana o'sha holatda-ya. Dastlabki Toshkentgacha agar vohadan so'rab qolishsa, kelishish holda dastlabkani kelishamiz. Dastlabkasi kelishiladi. Qo'ldaqa tortishgan yetalachi. Obunachilar mana mashina ko'rdilaring, ikkita qo'chqorni zotga tavsiya qilamiz. Xudo xolsa qo'ylari zo'r ekan, toza qo'ylar. Baribir o'zlaring bilasizlar, nasli toza qo'ylar mana bu o'zimizning jo'n qo'yga o'xshab arzon yurmaydi. Buni bir xil odam ko'rib, nimaga qimmat ekan deyishi mumkin. Ekranga nomer qo'yamiz, telefon qilib bemalol aloqaga chiqaverasizlar. O'sha 24 soat onlayn turadi bu odam. Telefon qilsalaring soxtakan ishlaringni bitiradi. Xudo xolisa mana shu bilan nari qo'chqorni ko'rib qo'ylari yaxshi bo'lsa bittadan like bosib, kommentga otangga rahmat deb ketasizlar. Ro'zani kunida baland narx aytib qiynamayman deydilar. Mana telefon qilib aloqa chiqaverasizlar bemalol. Mashinaga qo'y qidirib yurganlarga jo'natib qo'yasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.